Safarda yurganda sunnat namozlar qanday ahvolda? Misol qasr qilib o'qilganda, misol o'qiladimi? Yoki misol har xil sovuq bo'ladi, yomg'ir bo'ladi, shu namoz vaqtlari safarda. Safarda sunnat masalasiga keladigan bo'lsak, to mazhabsiz kishilar chiqib safarda sunnat o'qimaslik sunnat deb aytmagunicha hamma sunnatni o'qish kerak degan. Bular chiqqandan keyin safarda sunnat o'qimaslik sunnat degan gapni ko'tardilar. Avvalgi ulamolar, salaflar nima degan? Mujtahidlarning davrida nima degan? Bular bilgan hadisni ular bilmasmidi? Ular aytadilarki, holati qarorda sunnatni o'qiydi, holati firorda o'qimaydi. Holati qarorda o'qiydi, holati firorda o'qimaydi. Firordan murod qochish holati. Qaror bir joyga borib o'rnashgan holat. Masalan, bir odam Qo'qondan chiqib turib Toshkentga borib bir joyiga, bir manzilga, mehmonxonaga tushsa, shu odamning holati qaror bo'ladi, erta o'qiydi. Qo'qondan Toshkentgacha borgungacha bo'lgan holati firor desa bo'ladi. O'shancha yo'l davomida ketayotganda sheriklari masalan bunga hamjins bo'lmasa, tezda farzini o'qib chiqsin, biz ketaylik deydigan bo'lsa, o'qimasa mayli deydi. Rashid Ahmad Gangohiy degan zot aytadilarki, men shuni bildimki, bu 5 vaqt namoz bilan bizni o'qiydigan bu sunnatlarimiz sunnati muakkada ekan, ta'kidlangan sunnat ekan. Safarga chiqqanimizda bizga shunchalik yengillik bo'lar ekanki, muakkada degan joyi tushib qolar ekan-u, sunnatligi baribir turaverar ekan deydi. Bizlar Hazrat Domla aytarlarki, yana ikkita holati firorga qo'shsa bo'ladi. Bir odam safar qilib charchab bordi, bir manzilga qo'ndi. O'sha manzilga borgandan keyingi o'qiydigan birinchi namozi o'sha holati firorda o'qilayotgan namoz deyish kerak uni ham. Chunki charchab turibdi-da, farzni o'qisam, uxlasam deydi. O'shanda sunnat o'qimaslikka ruxsat bersa bo'ladi. Yo bu odam ishlarini bitirdi-da, haligi shahardan endi qaytib ketyapti, tezda aeroportga yetib borish kerak, vokzalga borish kerak, sumkalarni tayyorlash kerak. O'sha shaharda turgan joyida o'qitilgan eng oxirgi namozini ham holati firordagi namoz desa bo'ladi. O'shanda ham sunnat o'qimasa mayli deyish kerak, lekin undan boshqasida sunnat o'qimagin, sunnat o'qisang gunohkor bo'lasan degan gapni hech ham gapirmaslik kerak. Bu noto'g'ri gap. Ya'ni shu vaqtgacha hech kim gapirmagan bu gapni. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom safarga chiqqanlarida ketayotgan vaqtlarida otda o'tirib ham sunnat o'qib ketganliklari to'g'risida sahih hadislar turibdi-ku. Yoki bomdodni qazo qilib qolgan vaqtlarda birinchi turib, bu yerda shayton bor ekan, sal nariyoqqa boraylik, o'qiymiz deb turib, birinchi Hazrat Bilolga azon aytkizib turib, sunnatni o'qib, orqadan keyin iqomat aytkizib, farz o'qiganlari sahih hadis turibdi.